Hurmatli jononalar, hammaga assalomu alaykum. Bugungi bizning ishtirokchimiz anchadan beri keladi va necha kilo oziz, qanaqa rezultatlar o'zingizda? Qanaqa aytib mana ayollaringga. Assalomu alaykum. Qattiqroq ayting. Assalomu alaykum. Sizlarga anchadan beri kelaman, lekin 2 oyning ichida dieta bilan har kunlik fitnessga qatnashib, o'sha 25 kilo ozdim. Tabriklaymiz. 2 oyda 25 kilo ozdilar, har kuni kelib. Zo'r, o'zimda ko'ryapman. O'zimga endi yoqishni boshladim ozganimdan keyin. Semiz paytim o'zim oynaga ham qarab kelmasdi. Ko'zim shunaqa xunuk ko'rinadi, dash ko'chaga ham chiqib kelmasdi. Keyin oz bo'lganimdan keyin o'zimga qanaqadir ishonchim ham oshib boshladi. Xudo xolisa yana 15 kilo tashlash niyatim bor. Bizlar arzimagan sovg'amiz bor. Men har doim kosmetikani oladigan firmamdan chiroyli, eng zo'r sifatli kosmetikalarni olaman. Ko'rasizlar, reklama qilaman. O'zimning qizlarimga olib beraman. Ana mana shu kosmetikalardan nochnoy kremlar va atletik baroda atletika qilib qoldirganman, ko'rasizlar. И уход qiladigan полный питательный yuz kremlari. Bular arzon emas va bu klientimiz bu natijaga arziydi. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli jononalar. Bugungi yana bitta bizning klientimiz. Qachondan beri kelasiz? Qanaqa rezultatlar bo'ldi? Nima kasallar bor edi? Vazndami, sog'liqdami? Men yil boshidan yanvardan kelyapman. 9-yanvarda chiqqanman. 97 kilo vес bilan. 97 kilo vес bilan kelganlar. Hozir necha kilo bo'ldingiz? Hozir 71 kiloman. 71 kilo bo'ldilar. Qancha vaqtda shunda? 5-6 oy uzilishda 4 oy option uzilish bo'ldi. Shunda bo'lganda 8 oyda. 7-8 oyda 26 kilo vazn tashladilar. Sog'lig'ingizda ham qanaqa rezultatlar bor? Sog'lig'imda juda ko'p. Birinchi eng kattasi, mana shu eng asosiysi, mesячный manda 7-8 oyda bir marta keladi. Og'riqlar bilan juda ko'p 9 kungacha cho'zilardi. Hozir mana shu narsa oyma-oy 3 kunda tugaydi. Oyma-oy qoyil. Sog'liq birinchi o'rinda. Qarang, 7-8 oy kelmagan bo'lgan ekan. Orqada yana bitta ayolimiz turibdi, ular ham xuddi shunaqa deyaptilar. Молодец. Har taraflama mana gormonal shundalar tug'iladik, intim holatlarni tug'iladik mana. Ba'zan mana yana ketyapti, yana ozgina bor, u sekin-sekin zo'rlamaymiz, majburlamaymiz, o'lib ketmaymiz-ku. Shuning uchun o'zimizni sevgan holda o'ynab, kulib, mazza qilib, har xil shirin ovqatlarni, shirinliklarni, taomlarni yeb turib, mana sekin-sekin shunaqa natijaga ega bo'lsa bo'ladi. Endi prosta bunga sabr, ishonch va harakat kerak bo'ladi. O'zingiz uchun ana bitib qo'ygan sandig'inglarni, pulinglarni o'zingiz uchun ham sarflashni o'rganganingizda sog'lig'ingiz o'shanaqa tiklanadi. Har birovga, unga, birovni o'ylayvermang. Ayol o'zingizlarni ko'proq o'ylang. Shuning uchun gormonal narshiniyalar, xafagarchilik va navbatda shundan kelib chiqadi. Nimaga bunaqa, nimaga manda bunaqa? Qachon odam o'zini sog'lig'ini tiklab, o'ziga sarflagandan keyin, o'ziga investitsiya kirgizgandan keyin chiroyli bo'ladi, sog'lom bo'ladi, aqlli bo'ladi, energichniy bo'ladi. Hammaga shuni tilab qolaman. Har doim shunaqa bo'lib yuring. Salomat bo'ling. Bizning ham sovg'amizni ko'pday ko'rasiz, klubimizning nomidan. Shuncha ozdir.